Assalomu alaykum o'rtoqlar. Mana bu 589 ga $100 to'lash kerak. Borku shu haqida gapiray. Masalan 25-yil u $100 edi. Hozir endi 102 bo'ldi. O'zi to'layotgan paytingizda o'zi bu avtomatik chiqadi narxi. Endi hozir mana savdo bo'lyapti. Men to'lagan, yana birda to'lashim kerakmi? Yo'q, agar siz to'lagan bo'lsangiz 25-yil 1 yildan keyin to'laysiz. Agar siz umuman to'lamagan bo'lsangiz, to'lashingiz endi shart o'rtoqlar. Xo'sh, yana bu yerda endi savol bo'lyaptiki, qachongacha to'lasam bo'ladi? Masalan, avval boshida mana bu $100 to'langlar deganda iyulda hali mexanizm yo'q edi. Mexanizmni bular mana bu boshqalarchilar sudga bergandan keyin sud orqali mexanizmni kuchga kirgizdi-yu, lekin to'lash hali kuchga kirmagan edi. Sud pauzaga qo'ygandi. Ana endi mana hozir 2 fevralda sud nima deyapti? Bo'ldi, endi to'lash kerak. Mexanizm bor, endi to'langlar deyapti, to'g'rimi? Xo'sh, endi mana savol bo'lyapti, men qachongacha to'lasam bo'ladi deb. Hamma gap qachon bular sizni to'lamaganingizni biladi-yu, qachon aysi prokurori sudyadan uni deportib ishini yopib yo deportni deb qachon aytadi, qachon bular biladi. Hamma gap shunda. Hamma taqdirda kimnikini masalan 1 haftadan keyin biladi, kimnikini 1 yildan keyin biladi. Da? Hamma gap endi hozir masalan $100 katta pul emas-ku, 102. Ama Amerikada biza o'zingiz odamni o'zini ishi-ku. Shuning uchun qachongacha men berishim kerak demasdan berish kerak. Chunki o'zi bu kuchga kirdi. Kuchga kirdimi, ana endi o'zi bahona yo'q. Mexanizm yo'q edi, sud pauzaga qo'ygan edi-ku degan. Bo'ldi. O'zi sud qarori bor, hamma narsa bor, tayyor. Prosta to'lash kerak. To'lamadingizmi? Oddiy shu $102 uchun report kerakmi sizga? Oddiy. Xo'sh, yana bitta savol. Qanday qilib to'lay qayerga to'lay degan savol, to'g'rimi? Bizaga ikkita joyda. Ba'zilarni ishi 589 USCIS da. USCIS da ishingizmi? Значит, USCIS da veb-saytiga kirib, unda to'lashingiz kerak. Uning silkasini qo'yaman, отдельный. Endi u USCIS da immigratsiya kimning ishi? Xato qilib yuborganlar, o'zi sudga yuborish kerak, lekin immigratsiyaga yuborgan nimaga? Yo xato bilan, agar xato bilan mayli, yo xato bilan yoki uni ishi masalan tersa nomerini sudda sistemasida chiqmaydi. Bunaqa nomer yo'q, bunaqa odam yo'q deydi. Shunaqalar ishi hammasi agar to'g'ri ish qilgan bo'lsa immigratsiyada. Shular immigratsiyaga topshirish kerak. Da? Lekin sizni ishingiz sudda bo'lsa, sudni, mana ham ссылкасini qo'yaman. Sudni portaliga kirib to'lash kerak. Men endi esimda yo'q. Mana bu qanday to'lashni bu gruppada qo'yganmi, yo'qmi, men yo boshqa gruppada qo'yganmi? No, to'lash qiyin emas, o'rtoqlar. Shu agar immigratsiyaning silkasiga kirsangiz nimani so'raydi? Shu A numberingizni so'raydi, ism familiyani so'raydi, keyin pul to'lash, masalan. Ha? Agar nimaga kirsangiz, sudni sistemasiga kirsangiz, siz sudni sistemada sal boshqacharoq. Sudni sistemasida kirganingizda A numberni terasiz-u, lekin u yerda so'raydi. Bu birinchi to'lovmi yo yillik to'lovmi deb. Siz birinchi to'lov emas, yillik annualni tanlashingiz kerak. Initial emas. Bunga ham video qilgandim menimcha. Shu qayerda turibdi. Chiqib silkani ham qo'yaman, mana shu. Xo'sh, ana keyin siz sudni sistemasiga kirdingiz, lekin nimani adashtirdingiz. Birinchi to'lov bilan yillik. Shunda ham ma'lummi? Men o'ylamaymanki ma'lum deb. Главный pul to'langan-ku. Masalanda ertaga sizga deport tursa ham erta ko'rmadik, bu xato desa, bu narsani asosida keltirib, mana pul to'langan-ku deb buni bekor qilsa ham bo'ladi-da. Chunki gap pulga to'landimi, niyat bor edimi, odam qochib yurgani yo'q-ku. Bilasizmi? Qochib yurgan bo'lsa bahona qilib, bu boshqa gap. Bilmadim, lekin bu yerda odam kiryapti, puli o'sha. Birinchi to'lov ham, 1 yillik to'lov ham, u ham $102, bir xillar. Mana shu.